Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qattiq yuribsan, o'tirma bu yoqqa voy. Qaruchi soqqali ish bor senga. Faqat uni uchun Toshkentga kelishing kerak. Voy, men uyim yo'q aka. Va kvartirali ham bo'lib qolasan, manta kvartirada turasan, dorilar bor. O'sha dorilarni tarqatib yurishing kerak. Arzimagan ish, lekin soqqani tagida qolib ketasan. Ishonsa bo'ladimi aka? Va 100%, ishonavur. Men sizga telefon qilaman aka. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Xuddi shu kabi ko'rinishda poytaxtga ish izlab kelgan fuqaro og'u-furushlarning qopqoniga tushdi. O'z ixtiyoringiz bilan taqdim qilasizmi? Ketdik bo'ladi, shu yerda. Qolsa estinglar. Telegramda chiqib qoladi kurer degan ish. Qiziqib kirib ular bilan bog'langan edim. 2 kun vaqt o'tib men ular adres tashlash lokatsiya. Men lokatsiyaga borib olganimda ichida tabletkalar bor edi. Uni oldim, uyga olib keldim. Ozginasini aytgan joylarga tashladim. Keyin yana 2-3 kun o'tar o'tmas, keyin menga ham lokatsiya tashladim. Podyezdga chiqdim. Ketdi, orqasiga magnitga qo'yib kattaga opishtirib ketgan ekan. Uni keyin uyga kelib ochib qarasam, bir jigarrang bir o'tkirsimon bir uni ham bo'lish kerak edi, maydalash kerak edi. O'sha aytardi o'zi kimga qancha maydalab aytgan versiyani qilish uchun bozorda elektron tarozi sotib oldim. Pushaymonman, juda qattiq pushaymonman. Nomimni kechirim so'rayman. O'tkazilgan tezkor tekshiruvlar natijasida fuqaroni ijaraga olgan xonadonidan 980 dona dori vositalari hamda 90 gramm giyohvandlik moddalari topildi. Hodisa ishtirokida uni yoniq ko'zdan kechirilgan vaqtida yonidan jami 25 dona oq qizil rangli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlandi. Ushbu fuqaro ushbu moddalarning internet orqali xarid qilib olganligini ma'lum qildi. Olib borilgan tezkor tadbir natijasiga ko'ra to'plangan hujjatlar tergov bo'limiga topshirildi hamda aniqlangan ashyoviy dalillar ekspertizaga topshirildi.